360 kvadrat metrga sifatli travertin qilish nech pulga tushyapti do'stlar? Hozir biz Farg'ona viloyati, ya'ni Vadil yo'nalishdagi ko'pchilik bilishadi. Vadilga ketaverishda uylarda turibmiz. Xullas, akalarimiz chiroyli qilib 360 kvadrat metrga buvaydali usta akalarimiz chiroyli qilib, ya'ni travertin qilib berishgan. Buni zo'r tomoni do'stlar 15 yilga garantiya berishar ekan, super mo'shi ekan. Eng qizig'i bemalol yuvib ishlatsangiz bo'lar ekan. Ko'pchilik oq travertin qildirsam chang bo'lmaydimi decha. Chang bo'ladi, buni iloji yo'q, lekin aytganimizda shilankani olib bemalol yuvsalar ham bo'laveradi. Yana xuddi shunaqa yangidek bo'lib qoladi. Endi to'liq ma'lumotni Akramjondan olsak, nima-nimasi ichida usta haqqi man qatdan-qatgacha qilishadi. To'liq ma'lumotni Akramjondan olamiz. Assalomu alaykum. Akramjon charchamay, ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. Rahmat, ishlar yaxshimi? Akramjon, mana hozir общий uyni tashqi fasadi, uyni ich fasadi hamma yog'i 360 kvadrat metr bo'lgan. Xudo xolasa, uyni ichiga kirsak bo'laveradi. Xudo xolasa. Xo'p, bunimiz однотомный fason deyiladi. Shunaqa. Net sloy travertin, net sloy lak, net sloy polirovka o'shalari. Bu tomonlari o'sha bir sloy travertin qilinar ekan, ikki sloy lak qilinadi. Ko'chadan ko'rganingizda ham yaltirlab turib, chiroyli turadi, xudo xolasa. Chiroyli holatda turadi. Zo'r gap-ku. Shunaqa holatda qilib berilgan. Undan tashqari однотомный bo'lgan, bularga jicha-jicha, ya'ni ramka deyshadi, darvozaxonamizda kiraverishda ramkalarning ichiga, ya'ni gullar qilib bergansizlar. Chiroyli fason chiqarilgan ekan. Ya'ni gul deymiz, daraxtlar deyshadi. Mana o'rtasiga agar ahamiyat bersangiz, ko'rinayotgan bo'lsa, gulda, ya'ni shularni qilib berishgan. Chiroyli qilib turib. Yonlariga tegalarni qilib beribsizlar, tegaga qilib berilgan ekan. Tegalari qilib berilgan, tevalargacha qo'yib berishgan. Xo'p, Akramjon, mana uyimizni fasadi turibdi, tevasida gullarigacha qo'yib beribsizlar, tevalarini. Ularimiz qanaqa bo'ladi? Gullarni o'zlaring qilib berganmisizlar, uyda egasi olib berganmi? Yo'q, biz o'sha tepadagi tegagalar, u bularda uydagilar olib berishgan. Biz bu tomonda devorlar, keyin bunaqa atko'z derazani joylashga tushuntirganda atko'zlari bunaqa tegagalarni o'zimiz qilganmiz ekan. O'zlaring qilib bergansiz. Bo'ladi, Bu o'sha kvadratning ichida ketadimi? Kvadratning ichida ketishar ekan. Tegasi ham o'zlaringdan. Ya'ni atko'zlar, romlarda nimalari o'zlaring bo'yinlaring. Biz o'zimizdan bo'ladi, o'sha tepada katta tegagalarni uydagilar olib berishar ekan. Ya'ni mana bunday holatda o'zlaring tanlab bergansizlar. Shuna gulli qilsang, ya'ni bagateroq chiqadi degansizlar. O'zimiz tayyorlab chiroyli berganmiz ekan. Rim ustunlari deyshadi, ko'pchilik mana shunaqa ustunlarga ham o'zlaring qilib bergansizlar. O'zimiz qilib berganmiz ekan chiroylab. Bilsalaring, hozir tunikafon bilan ko'pchilik tunikafon, travertin, high-tech fason darvoza qilishyapti. Tagiga обязательно qora sokol fasadida, ya'ni shunaqa maramar, kimdir granit, har xil narsalar qo'yishyapti. Shunaqa bir-biriga moslashib, uyg'unlashib. Shu 23, 24, 25 bundan keyin ham trendda ketsa kerak. Toshkent vodiy ham xuddi shunaqa qilishyapti. Shunaqa bo'lyapti. Buni однотомный fasonda yaxshi tomoni 5 yil, 10 yildan keyin ham bu narsa, ya'ni modaga chiqib ketmaydi, modadan ham tushib ketmaydi. Shunaqa fason deyiladi, buni fason. Ya'ni 10 yildan keyin ham uyingizga kimdir kelsa, bu eski moda ekan deyishmaydi. Kimdir keladi. Shunaqa fasonda bu travertinga ishlarimizga xudo xolasa 15-20 yil akalar javob beramiz, garantiya berilar akalar. Xudo xolasa. Chiroylab o'zimiz qilib beramiz, joy darajasiga akalar. Chiroyli qilib beriladi. Aytganimizda super mo'shi, bemalol ishlashaver. Sho'rlaydigan devorlargachi. Sho'rlaydiganlarga ham bo'ladi, o'zlarini o'sha bir ikkita narsalari bor, medachi narsalar qilib, chiroyli qilib beramiz akalar. Tushib ketmaydi, o'sha 15 yilda turadi. 15-20 yil akalar garantiya o'zimiz beramiz. O'sha firmalar ham berishyapti akalar, xudo xolasa biz beramiz. Aytganimizdek, karcher bilan ishlangani olib yuvib bemalol ishlatsa bo'laveradi. Karcher bilan yuvsa ham aka bu ko'chmaydi umuman. Ko'chmaydi. Ya'ni laklari ushlab qoladi. Laklar ushlaydi aka. Ahamiyat bersang, ortiqcha bleskali ko'z charchatib olmaydi. Ortiqcha yaltirar emas, to'g'rimi? Shunaqa. Bemalol uyda ishlatsalar ham bo'laveradi. Endi bu ramkalarini hisobga olsak, qani ramkalarda tegagalardan o'zlaring olib berganmisizlar yo uyda? Yo'q, ramkalarda tegagalarini uydagilar olib berishgan. Biz o'sha bunaqa travertinda o'zlarini keyin o'sha atko'zdagilar aytilganda olingan. Xo'p, buni o'zlari olib bergan bo'lsa, buni nech puldan yopishtirib bergansizlar tegagalarni? Bularni metri 25 ming so'mdan yopishtirib bergan. Alohida yopilgan. Lekin bu romnikini bepul o'sha kvadratning ichiga ketaveradi. Kvadrat ichiga ketaveradi. Xo'p, bularni o'z kvadratini nech puldan qilib beryapsizlar? Bularni kvadratini akajon 100 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. 100 ming so'mdan qilib beriladi. Mana shu uyga shunaqa qilib berilgan. 100 ming so'mdan chiqarib berilgan aka. Chiroyli. Xudo xolasa o'sha chiroylab qilib berilgan. Xo'p, endi do'stlar bitta narsaga ahamiyat beringlar. Men ustalarni maqtash emas, hozir tashqariga chiqadigan bo'lsa, ustakalarimiz bu uyda qilib berishibdi. Bu uyda qilib berishgandan keyin endi qo'shnilari qaranglar. Qo'shnilari ko'ribdi-da, endi debdi menga ham qilib berdilar. Mana shu uy ham qildirayotgan, hozir to'liq borib, aqda ham bitta video olsak, uni ham ko'rasizlar. Do'stlar, bu o'sha ikkinchi joylari, hozir videoda aytganimizda, uni birinchi olgan joyimiz o'sha.
Bu joyimiz tashqi fasadda o'zini qilib berishgan 250 kvadratga xuddi o'sha fasonda однотомный fason bor ekan. Bunga ham xuddi o'shanaqa 15 yil garantiya, super mo'yshi bo'lgan, bularda ham tegagalan qilib berishibdi aka. Qilib berilgan aka, hamma o'chilarlar. Bir etajli ekan, lekin balandroq ekan. Xuddi shunday. Balandroq ekan. Xudo xolasa, bu tegagalarni ham o'zidan qo'yib bergansiz. O'zimiz qo'yib berganmiz. Xudo xolasa 15-20 ga bemalol garantiya Bu ham beriladi. tegaga alohida yuradi. Alohida yuradi akajon. Bu pagonometrga hisoblanadi. Aha, metrovoy 1 kvadrat metri. O'sha 100 ming so'm, 150 ming so'm atrofida bo'ladi aka. Tegagani o'ziniki. Aha, tegagani o'ziniki. Bunimiz nech puldan edi bu однотомный? Bir xil narxmi? Narigi bularimiz o'sha kvadrati o'sha aytganimizda 100 ming so'm, ya'ni so'mda aytyapmiz, do'stlar, ko'pchilik dollarda aytmanglar deyshadi. Bu ham narigi bilan bir xil 100 ming so'mdan qilib berilgan. Tegaganlarni qilib berishgan. Aytganimizda bu tomoniga ahamiyat bersalar, qat'iy 250 kvadratini bu uyimiz ya'ni P shaklida. Bu G deyshadi, kimdir G shaklida bo'ladi. G shaklida bo'lgan hisobiga shunaqa ekan, uyimiz ham ancha baland to'g'risi. 250 kvadrat bemalol. Uyni ichi bilan qilganingizda 600-700 bo'lib ketadi. ko'payib ketadi. Buni qaranglar. Buni kattaroq, yosh kattaroq akamiz qildirganlar. O'g'illariga ham shunaqa tavsiya beryapti. Ya'ni to'g'rida o'g'illariniki, buni ham hozir endi ish boshlashyapti. Mana usta akalarimiz hozir videoga chiqqan to'g'risi xijolat bo'lishyapti. Hozir bugun o'tilayni. Xudo xolasa. Bugun o'tib, ya'ni tayyorgarlik boshlanyapti. Xudo xolasa boshladik aka. Xudo xolasa. O'sha videoda boshida aytganimizda, ya'ni bularga qanaqa holatda tayyorlab bersalar, ya'ni qum sovog'ini, gul sovog'i bo'lsa, gul sovog'ini tayyor qilib berasizlar. Tayyorlab berilaverar aka. Ag'ini keyin o'zdan olib ketasiz. Behijolat hamma qilib berilar akajon. Bu narxlarning ichida vodiy bo'ylab shunaqa narxlar. Ha, o'sha Farg'ona viloyati bo'ylab shunaqa narxlar, agar o'sha Toshkent, u bu joylarga voha telto'laga chiqargan bo'lsa, ozgina qo'shilar aka, xizmatlarimiz kelishilar aka. Kelishilar. Kattaroq endi obyekt bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib beriladi. Usta akamiz to'g'risi ishi yaxshi ekan, qaranglar, mana 500 metr nariyada bitta joyimiz. Bu akamiz qildirgan, yoqqani uchun endi bu uyga o'tishyapti. Kimgadir qiziq bo'lsa, akalarimiz zo'minglarni pastda qoldirdi, xudo xolasa foydasizni oldim sana, chiroyli qilib bonuslarni qilib berishadi. Sog' bo'linglar.